Assalomu alaykum do'stlar. Mana bu plata oldingi eski kineskopli televizorlar platasi. Mana shu joyda hamma narsa yig'ilgan. Ya'ni tok kelishidan to ekraningizda nima narsa ko'rsatadi, qanday ko'rsatishigacha mana shu platada yig'ilgan. Buni oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, bu asosan ikki xil anaqaga bo'linadi, ikkitaga bo'linadi, bunaqa uchtaga ham bo'linadi. Atak mana shu plata ikkiga bo'linadi. Mana ko'rib turgan qora chiziqlar o'sha chegara. Qora chiziqning bu tarafi высокий сторона deyiladi, bu yog'i низкий сторона. Nima uchun? Chunki bizda mana высокий сторона mana shtekerdan 220 volt kiradi. Drossel filtr qiladi, kondensator filtri hisobida предохранитель. Yo, adashmam, mana shtekerdan kelar ekan. Предохранитель filtr drosseldan o'tdi. Bu razmagnitka dioddan o'tyapti. Diodni o'z pastenga qildi, kondensator. Mana joyda shim kontroller. Shim kontroller orqali mana tranzistor impulsda berib, mana impulsni transformator ishlatadi. Impulsda transformatordan tok o'tadi, diodlar pastenga qiladi. 12 volt, 24 volt, 3, 5 volt qilib mana shu blokka beradi. Uje 220 dan bizda 5 volt, 12 volt, 24 volt va потребностьga, ya'ni talabga qarab voltlar chiqarib beradi. Xuddi shunaqa. Mana mikrosxemalar, kadr mikrosxemalar bor, tranzistorimiz bor. Bu tranzistorimiz manunga ishlaydi, TTKslarga ishlaydi. Xo'p, yana mana protsessorimiz bor, miyasi polniy, qanaqa ishlash kerak, nima komanda berishlar hammasini ko'rsatadigan. Mana u antena, tuner deyiladi. Mana shu antena tiqsak, kanallarni, signalni обработка qilib miyaga beradi, miya bizdan изображение chiqarib beradi. Mana u TDKs, bu TDKsimiz kineskopga 6000 volt kuchlanish beradi, 6000 volt. Ya'ni katta kuchlanish bo'ladi. Mana u qoplamasi ham ataga shunaqa katta kuchlanishga chidamli qilib chiqarilgan. Mana bugun sizlar bilan kineskopli televizor platasini kichkina obzor qilib chiqdik.